Menga chasta keladigan savollardan mana shu, ya'ni u jigit mani odamimmi yo'qmi, buni qanaqa bilaman degan qizlardan savol. Qizlar, eng osoni va eng точно u jigit siz odamingizmi yo'qmi bilish uchun u jigit bilan birga bo'lgan vaqtdagi sizni состояниеңiz, ya'ni ichingizdagi holatingiz. Uni oldida siz o'zingizni yengil, komfortni, ichingizdan o'sha kapalaklaringiz uchadigan darajada mana shu lёгкий his qilasizmi? То есть maza qilasizmi u odam bilan gaplashib, gapingiz tugamasdan, uni ko'rganingiz sari ko'rgingiz kelib, то есть ya'ni o'zingizni odamingizdek qabul qilasiz, ya'ni ichingizga quloq soling demoqchiman. Shuni teskarisi bo'lsa agar, ya'ni o'zingizni nekomfortni his qilib, qayoqdan ham keldim, qayoqdan ham gaplashdim bu bilan deb o'zingizni noqulay his qilib, mana shu narsani siz точносini ajratib olishingiz kerak.